Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun kanalimizda 200 mingtalik kanal mehmon. Xo'p, dietolog Tursunboy va Sobira deb yozgan ekanlar. Shular kanallaridan sizlar bilan birgalikda pul ishlashga arza tashlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda kanalda sal do'stlar avtorskiy pravasini ko'rib chiqmoqchi edim. To'la ekan. Oho, avtorskiy prava dahshat u. Hay mayli. Monetizatsiya bo'limiga kiramiz. Do'stlar, arza tashlash olmasak batafsil video qilib beraman. Birinchi avtorskiy pravani yo'qotmasak bo'lmaydi. Qani eng ko'p ko'rilganlar qaysi ekan? 400 ming, dahshat. Videoni o'chirishga to'g'ri kelmasa bo'ldi. Ahvol yomon. Mana shunaqa yomon-da, ko'ryapsizlarmi? Ayrim paytlar videoni o'chirishga to'g'ri kelib qoladi do'stlar. Qaranglar. O'chirsammi jalqada 400 ming prosmotr jalqa. Mana o'chi. Bu ham jalqa, mana qaranglar. Hop, mana o'sishi 139 mingtalik. Bu ham jalqa bo'ladi. 62 mingtalikchi. Buni hal qilsak bo'ladi. Kesib tashlayman yaxshisi. Keyin tiklab olaveramiz, videoni tiklab olish qiyin emas. Hop, bu nima ekan? Hop, bu yoqda kesib tashlaymiz do'stlar. Mana shunaqa, yo'q, bu yoqni kesasizlar, unda qilasizlar, to'g'rilaysizlar, shunaqa. Hop, demak, bu videoni kesadigan bo'ldik. Bu nima ekan? Hop. Zaminit track qilsa bo'lar ekan, lekin kesib bo'lmar ekan. Qarang, mana musiqani kuchli-da, ayrim musiqalar ko'ryapsizlarmi? Ruxsat bermaydi. Yomon shu. Ayrimlarni musiqasini o'zgartiramiz, ayrimlarni kesamiz, ayrimlarni udaltib tashlayveramiz do'stlar. Vaziyatga qarab, lekin aytaman, masalan, egasiga udalt qilsam, men ham xohlagan udalt tashlayman, mayda shunday videoni udalt qilaman. Egasiga aytaman, shunaqa udalt qildim. Videosini tashlab bermang, keyin qayta yuklab qo'yishadi kanalga. Shunaqa yo'llardan foydalanamiz do'stlar. Vaziyatga qaraladi. Masalan, ayrim payt o'chiriladi video, ayrim payt kesiladi, ayrim payt mazmuniga ham qaraysizlar-da. Xo'p, bu nima ekan? Xo'p, buni ham majburiy xod yaxshisi bor-ku, musiqani o'chiraman. Buni o'chiramiz. Har xil variant ko'rsatyapman sizlarga. Bu ham bir hop. O'rganish bo'ladi-da. Udalit track. Saqranit qilamiz va udalit track. Qani, bu ham ketdi. Keyingisi, bu nima ekan? Semizlikni tabiat qonuni. Xullas, oxirigacha o'qolmadim. Ko'p uzun so'zlar ekan. Xo'p, buni fragment kesamiz do'stlar. Xo'p. Buni kesib bo'lmar ekan chota. Ko'ryapsizmi, ayrim payt kesib ham bo'lmaydi. Namuncha ko'p bular. Mayli, ozgina qoldi-yu. Hop. Buni bo'lmasa kesib bo'lmadi. Izmenit qilamiz do'stlar. Boshqa bir musiqa qo'yib yuboramiz. Keyin mana shu videolarimni egasiga tashlab beraman, baribir egasi ko'rar balki o'zlari qachondir. Shunga qarab, qaysi videolarni masalan izmenit yoki boshqa narsa qilgan bo'lsam, shunga qarab qayta yuklab olsalar bo'ladi yoki uni qaytarsa ham bo'ladi. Yaxshi tarafi masalan kesib tashlayapman videolarni. Monetizatsiyaga ulangandan keyin videolarni qisqasi joyiga qaytarsa bo'ladi do'stlar. Shunaqa joylari ham bor. Orqadan boshlab kelaylik. Xo'p. Mayli, sizlar zerib ketdinglar, mana bo'pti, mayli, oxiriga chiqib qo'ying, chala bo'lmasin qo'yinglar. Принят metr. Zapsimiz ketyapti mishqib. 3 minut bo'ldi. Buni mayli kesib tashlayman videoni. Mana shu musiqa qo'yish yomon-da. Videoga bor-ku, ko'pchilik musiqa qo'yadi, keyin yomon oqibatlarga olib keladi. Qarang, videoni o'chirishga to'g'ri keladi, kesishga to'g'ri keladi. Video bir yo'q qoladi. Doimiy holatda aytganda bir yo'q qoladi. Qaylar mana. Kesamiz buni ham. Udalit treka. Hop. Bunisi misol uchun. Buni nima qilsa ekan? Buni udalt. Yaxshi udalt qilishim, tinchgina musiqa qilib kerak emas. Chunki narigi baribir izmit qilganingiz bor, qachondir u ham boshlaydi-da. Nima desa bo'ladi? Yana qachondir avtorskiy prava berib qolish ehtimoli bor. Do'stlar, o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi. Masalan, bu joylarni ko'rib o'tirmayman, menga qiziq emas desanglar, masalan, video bir xil ish qilib o'tiribman, ko'rib turibsizlar. Masalan, musiqani o'chirib o'tiribman. Shunaqa mayda-chuyda ishlar. Agar siz o'tkazib ko'rsanglar ham bo'ladi, masalan, asosiy joylarini. Hop. Udalit track.
Hop. YouTube studiyam niyat bicha aytib ketdi qaranglar. Mayda bir to'da kanallar qaranglar. Pastdagi kanallar. Saqranit, udalit. Men rezultatlarni ham qo'ygan ekanlar. Rezultatlari bilan. Hop, bunisiga o'tamiz. Авторский право. Hop, udalit track. Endi ko'pchilik masalan ayrimlar YouTube'da o'zidan daromad ko'radi, ayrimlar masalan mana shunaqa tayyor sohadan daromad ko'radi, shuning uchun musiqani qo'yib tashaveradi. Misol uchun menda ham ayrim kanallar bor. Pul ishlash uchun emasda. Prosta nima bo'ladi? Hobbi sifatida ishlataman. Masalan, 400 mingtalik, 500 mingtalik kanallarim borda. Pul ishlamaydi. Shunaqa. Endi ayrimlar ham hobbiga ishlatganda bular boshda masalan reklama uchun, hobbi uchun. Misol uchun men hobbiga qiziqaman shunaqa ishlatishga. Yana 100 mingtalik kanalim bor, 100 mingtaga yaqinlashib qoldi, ham pul ishlamaydi. Hamma har xilda. Keyin masalan kim pul ishlagisi kelib qoladi, misol uchun menga o'xshab. Shunaqa gaplar do'stlar. Ayrimlar videosini o'chirgisi kelmaydi. Xo'p, mana anchasini tozalab chiqdik. Lekin maytda mana ular bo'lmadi, adashmasam. Bo'ldi. Bu yo'q, bo'lmadi. Bo'lmaganlar do'stlar udat qilinmaydi. Через nima desa bo'ladi? Apellyatsiya orqali nimadirlar qilsa bo'ladi-da. Xo'p, apellyatsiya orqali nimadirlar qilishga harakat qilamiz buni. Xo'p, monetizatsiya bo'limiga kirib AdSense ochamiz do'stlar. Xo'p, u million akkaunt qilinadi, продолжить qilinadi. Xo'p. Bu yoqdan ismi nima edi? Kanal tanlanadi. Xo'p, kanal tanlangandan keyin bu yoqdan territoriya degan joyga O'zbekiston tanlanadi. Ko'pchilik mana davlatini xato qilib qo'yadi, pul icholmaydi. Ko'pchilik mana masalan hozir ko'rsatsam, United States AdSense kelgan menga, mana qaranglar mana. Pastdagi kanallar 1, 2, 3, 4 ko'ryapsiz. Hammasi muammosi bor. Hammasi shunaqa xato qilib qo'ygan. Masalan, davlat xato qilib qo'ygan, AdSense xato qilib qo'ygan, soliqni xato qilgan, AdSense kuyib ketganlar bor. Qaranglar, nechta kanallar bor qaranglar, hal bo'lmagan. Endi biz nima qilamiz? Zakaz olaveramiz, boshqa variant yo'q. Zakazga qarab hal bo'lganini video obzor chiqarib ketaveramiz. Mirobod tumani, Tolimarjon 8B29. Xo'p. Hazırlaştım. 100 105 Gorod Toshkent shahar oblast do'stlar Toshkent. Telefon nomeri nechida bularniki? Telefon nomeriga yozibdi, bitta nomerni qo'yib yuboramiz. Mana kanal nomerini bosib yuboramiz, nima qilmaydi. Xo'p. 90900 hop 5337 ana. Hop, ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Отправить knopka zaifga beramiz. Mana shunaqa qilib do'stlar YouTube kanallar pul ishlashga ariza topshiriladi. Hop. Qani zaifkamiz bo'ldi, все. Endi bu yoq kutiladi do'stlar. Bu kanalimizni burchakka qo'yib qo'yamiz hozir. Pin qilib qo'yib yo'qolib qolmasin. Xo'p, pin. Ana. Bo'ldi. Endi bizda bitta muammo bor do'stlar. Muammo nimaki? Mana авторский право bor edi-yu. Bu ko'rsatdim-ku, ko'rgan bo'lsanglar. Ana shu muammo bo'lishi mumkin ekan. Kamtir qotib ham qoldi. Авторский право. Qaranglar. Nargli yo'qoldi ujma. Boyagilar ko'rdinglar, burisini tozalab tashladik. 4 ta videodan авторский правоmiz bor. Majburiy xod yo'qotib bo'lmaydi bularni. Endi o'chiray desam, jalka. Qani mana ko'raylik. Hop, qaranglar, zo'r ketyapti-da video. O'chirgisi kelmaydi odam. Balki yonib qolishi mumkin. Bizda bo'lgan авторский праволар bilan ham pul ishlashga yoqqanmiz. Balki yonib qolish ehtimoli bor. Masalan, mana videolar tozada. Xo'p, do'stlar, umumiy holatda shu. Video yoqqanmasa like bosib qo'yinglar. Yordam kerak bo'lsa 99lik 791 32 Telegramdan aloqaga chiqing. Bu SMS uchun Telegramni yozmoqchi bo'lsanglar, videoni kommentariyasida Telegram kanalim linki bor. Salomat bo'ling.